hayoti 41-kun. Choch bo'lishimiz bilan Oyijon obedga suyuqqina qilib mastava solib qo'ya qoling dedilar. Xo'p bo'ladi Oyijon deb mastavani solib qo'ydim. Ishlarimni boshladim. Hovliga chiqsam, kunlar isib bahor havosi bo'lib ketibdi. Birinchi bo'lib ishlarimni choy ichadigan uydagi kitob polkasidan boshladim. Kitoblarni olib, polkani artib, yana joy-joyiga qilib, chiroyli qilib joylab qo'ydim. Ortiqcha narsalarni bo'lsa olib tashladim. Obunachilarim uborka videolarni qachon qo'yasiz deb ko'p so'rashdi. Kunlar sovuq bo'lganiga suvli ishlarni hadeb qovurmayman. Kunlar salgina tashlashi bilan tezgina ishlarimni qilib olaman. Ramazonga ham ozgina qoldi. Uborka videolarimni endi tez-tez qo'yib turaman. Ramazon oyiga nafaqat uyimizda, qalbimizni ham tozalab kirishimiz kerak. Har yil Ramazonda uylarni yasatishni yaxshi ko'raman. Blogimdan uzoqlashmasanglar, olgan mahsulotlarimni sizlar bilan ham bo'lishib boraman. Ochadigan uylarni yig'ib, bir sidra koridorni ham yig'ib oldim. Oyijon har kuni bir sidra yig'siz yoyilmaydi shu uylar deydi. Bu gapga unchalik ham qo'shila olmayman. Ayniqsa har xilini yaxshi ko'radigan mendagi insonlar uchun har kuni bir xil ish, bir xil hayot zerikarli tuyulib ketadi. Qaynona kelinning fikri bir joydan chiqmasligini yana bitta isboti bu avlodlar to'qnashuvi. Masalan, Oyijon X avlod bo'lsa, men Z avlodman. X avlod mas'uliyatli, oila va ish balansini ushlab turadigan inson bo'lsa, Z avlod tez fikri o'zgaruvchan, tez zerikuvchan, erkinlikni yaxshi ko'radigan avlod hisoblanadi. Jon aytadilar, qarshiga ikki qo'ldan chiqarib, agar qaynona meni borim shu, aytganimni qilish kerak deb yashasa yoki kelinman shunaqa men borimcha qabul qiling deb yashasa, oila bo'lmaydi deb o'ylayman. Ikkita dunyo qarashga, ikki xil fikrga ega insonlar bir-birini vaqti bilan qo'llab-quvvatlasa, bir-biriga dalda bo'lsa, dunyo qarashini hurmat qilsa, o'shanda oila balansi ushaladi deb o'ylayman. Hammaga rahmat. Buni bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin.